Barsa Real mavzusiga aralashmasligiga, fikr bermasligiga harakat qilaman. Kecha Barselona o'yin o'tkazdi, 3-1 yutqizdi, lekin keyingi bosqichga chiqdi. Bugun Real Madrid Arsenal bilan qiyin o'yin o'tkazadi. Juda ham qiyin, chunki 3-0 yutqizib bo'lgan. Bitta narsaga men voshi qoyil qolib ketyapman. Qaysi Real baleshigi bilan gaplashsam, nima qilibdi? Bugun biza keyingi bosqichga chiqamiz deb erkin, xotirjam gapiryapti. 3-0 yutqizgan. Kamida 3-0 yutib, penaltida yutish kerak yoki-da 4-0 yutish kerak-da. Mana ikkitasi Realchilar bugun nima bo'ladi aytgan? Bugun yutadi. Mbappe 3 uradi. Real Madrid yutadi, Vinicius 4 uradi. Faqat bu emas. Real Madrid baleshilariga shu darajada umid beradiki, shu darajada kuchli komandaki, hatto 2-0 komanda yutqizayotgan bo'lsa ham o'yinning oxirigacha baleshilari Realdan yutuvni umid qilib o'tiradi. Televizorni o'chirib chiqib ketmaydi. O'yinning oxirida 3-2 yutib ketishiga ishonib. Siz Realga balet qilasizmi, Barsaga balet qilasizmi, men bilmadim. Lekin sizdan iltimos, kommentariyada bugungi hisob nima bo'lishi to'g'risida yozib keting. Arsenal va Real Madrid necha bo'ladi?